Assalomu alaykum hammaga. Biz birinchi bor 3.7 versiyada birinchi bo'lib Levikka tushdik. Arjani qo'limizga oldik va dushmanni izlay boshladik. Topganimiz bilan qochishini qarang. Oldimizdan sherigi chiqib qoldi shekilli o'zi. Sherigi chiqib qoldi. Sirasi Davidga ishladik o'zi. Video cho'zilib ketmasligi uchun sirasi Davidda bo'ldi. Videodan maqsad Levikda qanaqa nimalar o'zgargani hammasi haqida ma'lumot berish. Shu sherigini ham topdik. Sirasi David qildik va pulsosni ishga soldik. Butun bir zonani tozalab chiqdik. Keyin o'rtaga qarab yugurdik. O'rtada qani o'zgarish o'rtada bo'ladi har doim. Haykalchalar. Archalarni almashtirib oldik o'zi. Haykal turishini qarasin-da. Keyin sirazi chiqishga harakat qildik. Chiqish uchun bizga eshik kerak ekan. O'sha eshikni topdik. Eshikka qarab harakatlanmoqdamiz. Eshik belgilab qo'yilgan o'zi. Qadimiy minoralar. Mana biz izlagan eshikcha. O'sha chiqdik bu yerdan. Bizning maqsadimiz Levikni obzor qilib berish edi. To'liq obzor